Hürmetli kuzatuvchilarimiz, Bog'ot aka-uka avtosavdo kanali obunachilari, bugun salonimizda egalardan mexanika korobka Gentra mashinamiz kelib turibdi. 2025-yil 28-oktyabr ertalabdan mashinamiz sizlarga chiroyli qilib obzor qilib qo'llangancha tushuntirib beramiz. Kamchilik nuqsonlarimiz bo'lsa oldindan uzr so'rab qolamiz obunachilarimiz. Mashinamiz 2022-yilda ishlab chiqarilgan Optra dizayn stopli oldidan farlar qo'yilgan mashinamizda Amerikanka deyishimiz. Uzr do'stlar, Amerikanka Optralar qo'yilgan. Mashinamiz chexol polik, yumshoq bo'lgan, metan gazlar ham tayyor. Mashinamiz eng qiziqarli yeri narxindaman do'stlar. Mashinamiz aksiya bahada 8,5 million boshlang'ich to'lov bilan chiqadi. İşlerine bunday qimmat chexollar qo'yilgan, monitorlar ham ustanovka etilgan. Bosib o'tgan masofalar 77.325 km yurib turibdi. Evakor poliklar ham tasalgan. yil chexollar ham zo'rindan taqilgan. Optra stoplar qo'yilgan. Metan gazlar ham bor. Mashina egadan do'stlar, qiziqarli yer. Egalar sotib berishga keldi mashinamizni. Biz sizlarga qo'yib berdik. Endi salon holatlari. Mashina bir obishniyat, chiroyli mo'yka etib berish kerak. Mashinamiz kraskasi do'stlar, shu krelin yuzunda bor ekan, aytib o'tish bo'yicha, egasini aytib o'tish bo'yicha yana ustalaringiz o'zlaringiz uchun tekshirtirib, ko'rsatib, keyin savdo qilaverasizlar. Mashinamiz qillaplardan kulish deymagan ekan. O'zlarimiz ko'rdik mashinani. Ochilmagan, suychalardan kulish deymagan. ABS konditsionerlari bor mashinada. Metan gazlari bor. Girmetikalar chotki turibdi. Mashina egadan do'stlar. Narxini ona 132 million so'm bo'lsa beramiz. Oldindan 8,5 million bilan chiqadi mashinamiz, 3 million 900 ming so'mdan 5 yil muddatga chiqadi. 132 million so'm. Naqd pul bo'lsa ozgina kelishib beramiz ustunda. Kelaverasizlar. Mashinamiz bugundan sotuvda. Pastdan nomer qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib kelaverasizlar. Buyurlarimiz ko'p, mashinalar bo'yicha bemalol savdolashib olib ketishlaringiz mumkin.